Haqiqiy akula legenda mashinasini olib qoldi. 31 uchinchi odam hayda olmagan paytida men orzu qilishgan haydashdi odamlar. Mana bu mashina elektrooborotini qilib beramiz. Simlarni ko'rishingiz mumkin. Patfani orqa faralari umuman ishlamayapti. Pavorotnilari. Polni mashina sochib tashadi. Yani salonda ishlari ham bor. Salonlarni ham ko'ramiz. Burada patfanilari, tablolari hech narsasi avariyalargacha yonmayapti. Yana oldi faralarni simlarni ko'rishingiz mumkin. Chiqadi ko'p joydan simlar. Bular hammasini ochib akkuratni qilib oldi fara pavorotni tegi letlarigacha yonadigan taraflarni yopib akkuratni qilib, har bitta zadnilaringizga ham bunaqadan qo'yilyapti. Bunaqa 20 ml diod bor donasi. 4 ta tormozingizga kelgan ikkita zadnigizga shu 20 ml dioddan qo'yamiz. Chunki yarki yonish kerak-da. Mana tormozda mana yarki bo'ladi ana. Yana ichida turibdi, o'sha oq dioddan qo'yganmiz ana. Chunki sim eskida mashinangiz xira to'pga yonmayapti. Shuncha donasi 20 ml dioddan hozir 6 ta olib chiqib qo'ydim. 4 ta tormozga, ikkita zadniga. Mana mana yengil rellar qo'yib, cheris 1 daxnitr orqali ishlatilyapti. Mana shundan qaratga qarab, hammasi relay orqali bo'lyapti. Ishlayapti, xudo xolasa. Nexia fara ko'chatda mana mashina o'zidan yonuvchi faralardan. Galagalarni ham qo'yib, xudo xolasa akkuratni qilib, mana tarafli simlarni ham izolyatsiyalar qilib, ketganni alishtirib, mana relaylar boshqa qo'yilyapti. Mana universal relay yengil shtekerlar bilan qo'yilyapti. Xudo xolasa shularni o'zini akkuratni qilib, xudo xolasa hamma faralarni elektrooborotlarni mana pakovoylarini qo'yib, mana patfanidan yonadi, pavorotdan yonadi qilganmiz. Relaylar qo'yib, yengil relay shtekerlar bilan qo'yib, mana paratga qilib, akkuratni qilib, mana o'sha xudo xolasa yig'amiz. Yani akkuratni qilib yig'ib, xudo xolasa ham suv bacho tarafga qo'yamiz. Bu yana generator simlar chiqyapti. Bir ikkita narsalar yaxshi emas. Mana simlar uzilgan. Buni hammasini to'g'rilab, xudo xolasa bo'ldi. Mana xudo xolasa faralar yonyapti. Mana signallargacha ishlangan qilib qo'ydik. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqa faralargacha yonyapti. Mana zadniy faralargacha mana tormoz bosib mana tormozlargacha eng ishkalgan joy mana nomer asosiylargacha yonyapti. Bu mashina vakuum qo'yib berdi. Mana vakuumlargacha yonuvchi mana. Oldi faralar yonuvchi. Pastki litlargacha so'nib qilib berdi. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, akkuratni sifatli qilib beramiz. Mana simlarni paratga qilib, ham universal relay qo'yib, faralarga qo'yib berdik.